Assalomu alaykum, Yo'ldosh texnika markazining obunachilari, Yo'ldosh texnika markazini uzoqdan, yaqindan kuzatuvchi obunachilari. Yo'ldosh texnika markazi YouTube'da 50 ming obunachiga yetganda obunachilarimizga sovg'a beramiz deganmiz 5 tane o'rin qo'yib qo'yibmiz. Bu 5 tane o'rinni aniqlashimiz uchun YouTube kanalimizda chiqib turgan videolarga har safar kommentariya yozib borsangiz 50 mingga borganda xudo xolasa shu 5 tane o'rnimizni 5 tane obunachimizga topshiramiz. Birinchi o'rinimiz uchun bizil motosiklimizdan bir dona beraman deganman. Ikkinchi o'rin uchun skuterdan zo'rindan bir donasini beramiz. Uchinchi o'rin uchun ham o'rtacha skuterdan bir dona beramiz. To'rtinchi o'rin uchun Smart O'g'on 1.10lik televizorimizdan bir dona beramiz. 5-o'rin g'olibimiz uchun 32ligidan Smart'dan bir dona televizor beramiz. Bularni utib olish sharti bizlarda hech narsa xarid etishingiz shart emas. Har bir chiqib turgan YouTube'dagi videolarimizga obuna bo'lib, kommentariya yozib borsangiz 50 mingga borganda xudo xolasa shu sovg'alarni obunachilarimizga topshiramiz. Shartlari oddiy, bizga obuna bo'lsangiz bo'lgani shu 5 dona o'rindan biri sizga bo'lishi mumkin. Xudo xolasa motosikletimizning baholarini 7-dekabrgacha aksiyaga qo'yib beramiz. Zot bahosidan 1 million so'm arzon qo'yib beramiz. Meshi texnikalarimizda bundan zo'r aksiyalarda qo'yganmiz, ulardan bir chetdan ko'rsatamiz. Keyin motosikletimizning eng zo'ri giganti, ko'p odam so'rab turgan motosiklimiz bor. Bu Elk Motors motosiklimiz bo'ladi. Elk Motors motosiklimiz 2,5 tonnani bemalol tortib biladi. Motorlari 250 bo'ladi. Zonshen motori qo'yilgan bo'ladi. Birinchi sort, umuman benzin saylamaydi. Borti 220 ga 140 bo'ladi. 100 ga 4 litr, 5 litr rasot etadi. Shu vaqtgacha 40 million, 38 million, 37 million so'mgacha aksiya qo'yganmiz. Buni bir dona qolgani uchun 7-dekabrgacha 35 million so'mdan aksiyaga qo'yib beramiz. Bir dona qolganligi uchun. Kimga zo'r bo'ladigan bo'lsa, yo olaman deb pul jina o'rgan bo'ladigan bo'lsa, hozir vaqti 35 million so'mdan bir donasini aksiyaga qo'yib beramiz 7-dekabrgacha. Bu quri naqd pulga agar men kreditga olsam ne desangiz, kreditga olsangiz ham aynan shu narxda beramiz. Kreditga olish uchun bir dona pasport bilan kelsangiz, do'konning o'zidan 1 yilga muddat bo'lgan chiqarib beramiz. Navbatdagi motosiklimiz Lachin motosiklimiz bo'ladi. Lachin motosiklimiz 2 tonnalik bo'ladi. Motor kubalari 200 bo'ladi, 100 ga 3 litr, 4 litr rasxod etadi. Motorni 2000 km garantiya qo'yib beramiz. Samasol model deb aytiladi bu. Samasol modelimiz ham shu vaqtgacha 30 million ham sotilgan, 29 million ham sotilgan. Eng so'ngida 26 million 500 ming so'mga aksiyaga tushirib berganmiz. Hozirgi kunda 7-oktyabrgacha 25 million 500 ming so'mga 3 donasini aksiyaga qo'yib beramiz. Bundan 3 dona qolgan, 3 dona qolganligi sababli 25 million 500 ming so'mdan 2 tonnalik Samasol modelimizni aksiyaga qo'yib beramiz. Bu ham naqd pulga ham amal etadi, muddat to'lovga ham amal etadi. Muddat to'lovga bir dona pasport bilan kelsangiz, do'konning o'zidan 12 oygacha chiqarib beramiz. Bort razmerlari 2 metr bo'ladi. 2 metrga 140 bo'ladi. 2 tonnalik yuklarni bemalol cho'nkarib biladi, Samasol bo'ladi. Navbatdagi modelimiz Elk Motors modelimizning kaminkali varianti bo'ladi. Bu ham 2 tonnani bemalol tortib biladi. Buning bahosini 25 million so'mga aksiyaga tushirganmiz o'tgan videomizda. Bu ham 27-dekabrgacha 23 million 500 ming so'mdan aksiyaga qo'yib beramiz. Bundan ham bir dona qolgan. 7-dekabrgacha oladi. Muddat to'lovga olaman desangiz, bir dona pasport bilan kelasiz, ishingiz shu yerda bitadi. Motosikletlarimizni ko'rib turganlaringizga hammasida zot tomonidan qo'shib beriladigan podarkalar bo'ladi. Undan boshqa do'konning o'zidan shu spravka nomerlar ham shu yerdan bitadi. Aytib turgan narxlarimiz muddat to'lovga ham, kreditga ham narx ham amal etadi. Eng zo'r trendda turgan Honji motosikletlarimiz. Honji motosikletimizdan ham 3 dona yo 4 dona qolgan. Bundan ham ko'p qolmagan. Borti 2 metrga 140 bo'ladi, motori 200 bo'ladi. 2 tonnani bemalol tortib biladi, 100 ga 4 litr rasxod etadi. Honji motosikletimizni buni bilganlar bo'lsa biladi. Ko'p vaqtlardan beri xizmat etib turgan motosikletlardan biri. Buning bahosini 24 million so'mga aksiyaga tushirganmiz. Xudo xolasa buni 27-dekabrgacha 23 million 500 ming so'mdan muddat to'lovga naqd ham xarid etsangiz bo'ladi. Yana bir Honji motosikletimiz aksiyaga qo'yib beramiz. Bu Samasol modeli bo'ladi. Buning borti 220 ga 140 bo'ladi. Motor kubalari 250 bo'ladi. 100 ga 5 litr rasxod etadi. Bu ham zot tomonidan qo'shib beriladigan sovg'alar o'zida bo'ladi. Bu ham 33 million so'mga aksiyaga tushirib berganmiz. Hozirgi kunda 7-dekabrgacha 32 million so'mdan kelib xarid etsangiz bo'ladi. Bundan bir dona qolgan. 32 million so'mdan 2,5 tonnalik Samasol modeli Honji motosikletimiz. 32 million so'mdan muddat to'lovga masalasi bo'ladi. Bu modelimiz ham Honji bo'ladi. Buning borti 2 metrga 140 bo'ladi, yuk tortishi 2 tonnalik bo'ladi.
Motor kubalari 200'lük bo'ladi. 100 ga 4 litr расход etadi. Motorga 2000 km garantiya qo'yamiz. Shos spravkasi ham nomer ham do'kondan bitadi. Buni 31 million so'mdan, 30 million 500 ming so'mga ham, 30 million so'mdan satganmiz. Hozirgi kunda 7-dekabrgacha 29 million so'mdan aksiya tushib beramiz. Bundan ham bir dana qog'oz uchun. Bu aksiyalarimiz zot narxidan 1 million so'm, 1,5 million so'm arzon yuradi. Nechun bu aksiyani qo'yib beryapmiz? Mototsikllarimiz oz qolganligi uchun. Mototsikllarimiz oz qolgan. Evvel videolarimizda ko'rsangiz, mototsikllarimiz to'liq turadi. Mototsikllarimiz oz qolgan, bir dana, ikki dana, 3 dana qolganligi uchun modellarni aytib aksiya tushib beramiz. Bemalol narxlarni solishtirishingiz mumkin. Zot narxidan ham arzon bo'ladi. Bu narxdan foydalanib qolishga faqat 7-dekabrgacha aksiya qo'yib beramiz. Bu modelimiz ham Xunji mototsiklimiz bo'ladi. Borti 220 ga 140 bo'ladi. Motor kubalari 250 bo'ladi. 100 ga 4 litr, 5 litr расход etadi. Buni 26 million so'mdan aksiya tushirganmiz. Buni ham 7-dekabrgacha xudo xolasa 25 million so'mdan aksiya qo'yib beraman. 220 ga 140 250 lik motor bilan jihozlangan Xunji mototsiklimizni 25 million so'mdan naqshtirgan, muddat to'lagan qo'yib beraman. Bu mototsiklimiz 2 dona bor. Qalang buni oling, qalang buni oling, 25 million so'mdan beramiz. Narx ham muddat to'lagan, aytaman. Muddat to'lagan yana bir marta aytaman. Bir dana pasport bilan kelsangiz, ishingiz shuning o'zida bitadi. Alt Motors mototsiklimiz bor. Alt Motors mototsiklimiz ham bom 2 tonnalik bemalol tortib biladi. Motor kubalari 200 lik bo'ladi. 100 ga 4 litr, 3,5 litr расход etadi. Buni ham aksiya tushirib berganmiz. O'tgan videolarimizda 24 million so'mgacha aksiya tushirganmiz. Hozir kunda buni 23 million 500 ming so'mdan, zot narxidan 1 million so'm zararni olsam beramiz. Bundan bir dana qog'oz uchun 7-dekabrgacha amal etadi. 23 million 500 ming so'mdan 2 metrga 140 bo'ladi. Bu modelimiz ham 200 lik bo'ladi. Buning borti 180 ga 130 bo'ladi. Bu ham 200 lik motor qo'yilgan, 100 ga 3,5-4 litr расход etadi. Buni 22 million 500 ming so'mdan o'tgan videomizda aksiyaga qo'yib berdik 4 danasini. Hozir shundan bir dana qolgan, bir dana qog'ozlik uchun 7-dekabrgacha bir dana qog'ozlik uchun 22 million so'mdan beramiz. Narx ham muddat to'lagan amal etadi. Lachin mototsikllarimiz ham bor. Lachin mototsikllarimiz bularga podarka qo'shib berganmiz. Shu vaqtcha 32 million so'mdan 7 dana so'g'a qo'shib berdik. Hozir baholarni olib tashlaganmiz. Hozirgi kunda Lachin mototsikllarimiz aksiyaga tushgan bular. Bu ham 1,5 tonna, 2 tonnadan bemalol tortib biladi. 100 ga 3 litr расход etadi. Motorga 2000 km garantiya qo'yib beramiz. Zot tomonidan qo'shiladigan sovg'alar ham bo'ladi. Do'konning o'zida shos spravkalari, nomerlari ham shu yerdan bitadi. Buni ham 7-dekabrgacha video chiqqandan keyin 7-dekabrgacha 18 million 500 ming so'mdan aksiyaga qo'yib beramiz. Bundan ham 2 dana qog'ozlik uchun. Alt Motors mototsiklimizni ham noyob modellaridan biri bu. Avvalgi videolarimizda buni 22 million so'mdan 5 danasini aksiyaga qo'yib berdik. Hozir bundan 1 dana qolgan. Buning motor kubalari 150 lik bo'ladi. Borti 180 ga 130 bo'ladi. Benzinli bo'ladi. Benzin bilan harakatlanadi. Umuman benzin saylamaydi. 22 million so'mdan aksiyaga qo'yib berdik. Hozirgi kunda 20 million 500 ming so'mdan bir dana qog'ozlik uchun 7-dekabrgacha aksiyaga qo'yib beramiz. Keyin kichkina modellarimizdan bir ko'rsataylik. Skuterlarimiz 3 million so'mdan 7 million 6 million so'mgacha bor. Hozir bir bilan klientimizga beryapmiz. Xudo xolasa hozir kelishsak, videosini olib ularga. Alt Motors'dan bu ham ko'p odam to'qlama deb yozib turibdi. Bu benzinli bo'ladi. Motorni ko'rsatlar shuni. Benzinli bo'ladi bu ham. 100 ga 2 litr расход etadi. Mashinalarning avtomati bor, bu mototsiklning avtomati bo'ladi. 100 ga 2 litr расход etadi. Motori 110 lik bo'ladi. 1 tonnalik model deb aytiladi bu. Buning bahosini 17 million so'mdan o'tgan videomizda aksiyaga tushirdik. Bu videomizda yana 500 ming so'm skidka etib 7-dekabrgacha 16 million 500 ming so'mdan qo'yib beramiz. Bir dana qog'ozlik uchun. Trendda turgan Xunji mototsikllarimiz bor. Bu ham 1 tonnalik bo'ladi. Bu ham benzin bilan harakatlanadi. Motor kubalar 110 lik bo'ladi. 100 ga 2 litr bo'ladi. расход etadi 100 kilometrga. Borti 170 ga 120 bo'ladi. Yuk tortishi 1 tonnalik bo'ladi. Buni 18 million so'mdan o'tgan videomizda aksiyaga qo'yib berganmiz. 7 danasini qo'yib berdik. Hozir kunda 3 donasi bor. 3 donasini 7-dekabrgacha 17 million 500 ming so'mdan aksiyaga qo'yib beramiz. Bu aytib turgan narxlarimiz muddat to'lagan. Narx ham amal etadi. Texnikalarimizni kiyib tekshirib olishingiz mumkin. Hammasi toza bo'ladi. Hech qanday yurganlar bo'lmaydi. Shu spravkalarning ustida yozib beramiz. Bu texnikalarni aytdik. Shartini YouTube kanalimizga obuna bo'lasiz. 5 dana o'rin qo'yamiz. Shuning biri siz bo'lishingiz mumkin. 50 mingga obunachiga yetganimizda, xudo xolasa g'oliblarimizni aniqlaymiz.
Aytavering, salom. Jalishmi. Kanzaniyaga. Qaysi texnikalarimizni bemalol teshkil qilib olishinglar mumkin. Hammasi toza bo'ladi. Ozg'ana har modeldan 1 dona, 2 dona, 3 dona qolgancha aksiya qo'yib beryapmiz. Mana shu texnikalarimizga ham zo'r aksiya boshlaganmiz. Mana shu texnikalarimizda ham 7-dekabrgacha aksiya qo'yganmiz. Ham skidkaga tushib turibmiz, ham skidka narxidan 3 oyga o'zing pulni bo'lib to'lagan berib turibmiz. Peloslarimiz 500 ming so'mdan 2 milliongacha bor. Bulardan ustida narxlarni kelishtirib beramiz. Xalasangiz bulardan oldindan umuman 1 so'm to'lovsiz 3 oyga o'zining pulini bo'lib to'lab beramiz. Masalan, oddiy misol, shu Samsung Pelosungizni 1 million so'mga xarid etasiz. Oldindan umuman to'lab yetmaysiz, o'zining pulini 3 oyga bo'lib to'laysiz. Bir dona pasport bilan kelsangiz bo'lgan. Bir dona pasport kerak bo'ladi. Xalasangiz duxovka, xalasangiz mikrolovka. Xudo xolasa yangi yil eldi televizorlarimiz sezon boshlanib ketadi. Televizorlarimiz ham aksiyalarning zo'rini qo'yib beramiz. Necha bo'ladi? Qaranglar, eng zo'rdan boshlaymiz, Brollikdan boshlaymiz. Brollik deganimiz 40 lik bo'ladi. Smart televizorimiz o'zi bahasi asl narxi 3 million so'mdan sotilgan, aksiyada 2 million so'mga tushib turibdi. Yana aksiyaga tushgandan keyin ham o'zini 1 so'm elidan to'lovsiz 3 oyga 666 ming so'mdan 3 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Brollik smart televizorimiz. Bu toza bo'ladi, hech qanday ishlatilgan bo'lmaydi, garantiyalarni ham qo'yib beramiz. Bu televizorimiz 140 lik bo'ladi, ya'ni 50 lik deb aytiladi. O'zi 4 million so'mdan sotilgan, aksiyada 2 million 999 ming so'mga tushgan. Yana o'zining pulini 3 oyga bo'lib to'laysiz. Bu yerda shuaki televizorlarimiz ham bor, 110 lik. Asl narxi o'zi 4 million so'm bo'lgan. Hozir kunda 2 million 599 ming so'mga tushgan. Yana oldindan to'lovsiz 0% dan 3 oyga 866 ming so'mdan o'zining pulini bo'lib to'lasangizlar ham bo'ladi. Bir dona pasport bilan kelasiz. Aksiyamiz 7-dekabrgacha amal etadi. Rosso televizorlarimiz ham aksiyaga tushgan, 3200 ming so'mdan 2,5 tushgan, o'zining pulini 3 oyga 833 ming so'mdan to'laysiz. Shuaki 32 lik. Shuaki 32 lik televizorlarimiz 1 million 600 ming so'm bo'lgan, hozir kunda 1 million 200 ming so'mga tushgan, o'zining pulini 400 ming so'mdan 3 oyga bo'lib to'laysiz. 1 million 200 ming so'm, 1 so'm elidan pul to'lamay, 1 so'm ustama mumkin. Navbatdagi bu modelimiz 55 lik televizor bo'ladi. 55 lik televizorlarimiz 5 million so'mdan sotilgan ekan shu vaqtgacha. Hozir kunda 3 million 999 ming so'mga tushgan. Yana 3 million 990 ming so'm aksiyaga tushgan, o'zining pulini 3 oyga bo'lib to'laysiz. Elidan to'lovsiz, foiz ustamasi 3 oyga 1 million 333 ming so'mdan bemalol hisob kitob etsangiz bo'ladi. 3 million 999 ming so'mga tushadi. 55 lik smart televizorimiz. Yana navbatdagi televizorlarimiz ham bor. Balandda turgan televizorlarimiz ko'rsak, Samsung televizorlarimiz ham aksiyaga tushgan ekan. 4 million so'mgacha aksiyaga tushib turibdi bahasi. O'zining pulini 1 million 333 ming so'mdan bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Yana televizor qaysi televizorlarimiz aksiyaga tushgan? Artel televizorlarimiz ham aksiyaga tushgan ekan. Artel televizorlarimiz ham 4 million 800 ming so'mdan 4 milliongacha tushgan, o'zining pulini 1 million 333 ming so'mdan bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Xaldiklarga keladigan bo'lsak, xaldiklarimiz ham zo'r aksiyalar olib turibdi. Xaldik Zifler 5 ton xaldiklarimiz aksiya kelib turibdi. Qarang, 2 kamerali bo'ladi. Bo'yi taxminan 1.60 chiqadi. 1.60. O'zi puli 3 million 200 ming so'm sotilgan, aksiyada 2 million 600 ming so'mga tushgan. Yana o'zining pulini 866 ming so'mdan 3 oyga bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Zifler i5 ton. Ishlarni bir ko'rsataylik. Usti morozinnik bo'ladi. Xolodilnik bo'ladi. Xolodilnikka 3 yil garantiya qo'yib beramiz. Narxini bemalol solishtirib kelishingiz mumkin. Dastlabkilari bilan uyingizgacha yetkazib beramiz. Bu aytilib turgan, ko'rib turgan baholarimiz muddat to'lovga amal etadi. Agar ustidan naqshtirsangiz deb bo'lsa, yana kelishadigan yeri bo'ladi. Bu bonuslarimiz bo'ladi, qo'shib beradigan. Shu bizlarning olgan texnikalarga qo'shib beramiz. Ya'ni shu narsalarni kelishganimizga qarab, shu texnikalarni qo'shib beramiz. Xaldiklarimiz aksiyaga tushganlarni ko'rsataman. Beko xaldiklarimiz ham aksiyaga tushgan. Avvalgi eski narxi 7 million so'm bo'lgan. Beko xaldigimizning bo'yi 2 metrga 2 metr bo'ladi. 7 million bo'lgan. Hozir kunda 5 million 899 ming so'mga tushgan. 3 oyga 1 million 966 ming so'mdan bo'lib to'laysiz. Elidan 1 so'm to'laysiz. Morozinnik 3 tortmali bo'ladi. Usti xolodilnik bo'ladi. 3 yil garantiya qo'yib beramiz Beko xaldiklarimizga. 5899 aksiyaga tushgan, yana muddat to'lovga 3 oyga 1 so'm minmasdan o'zing pulni bo'lib to'laysiz. Atlant xaridlarimiz ham xuddi shunday
7 milyon so'm bo'lgan, hozirgi kunda 5 milyon 899 ming so'mga chiqib tushgan. Bo'yi 2 metr bo'ladi. 3 oyga umuman to'lovsiz, foizlarsiz, shuni haqda bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Mana holdingiz. Bu holding morozinlik deb aytiladi. Feri holdinglarimiz ham aksiyaga tushdi. Avvalgi eski narxi 5 million bo'lgan, hozirgi kunda 4 millionga tushgan. 1 million 333 ming so'mdan bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Bularning usti holdinglik bo'ladi. Holdinglik usti morozinlik bo'ladi. Bemalol 3 yil garantiya qo'yib beramiz, dastlabkilarni. Avangard holdinglarimiz ham aksiyaga tushgan. Avangard holdinglarimiz 5 million so'm bo'ladi. Bu ham 4 millionga tushgan. Hozirgi kunda 3 oyga 1 million 333 ming so'mdan bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Agar mana podarka kerak, sovg'a kerak degan yurtdoshlarimiz ham sovg'alar holdinglarimiz ham bor. Agar shunda turgan gigant ulkan holdinglarimizda xarid etgan mijozlarimizga xalagan birini xarid etasiz, xalasangiz narxga, xalasangiz muddat to'lovga. Shurda turgan 3 ta texnikani qo'shib beramiz. Xalasangiz gaz plita qo'shib beramiz, xalasangiz kir mashin qo'shib beraman, xalasangiz 140lik 50ligidan bo'lgan smart 4 kaltizordan qo'shib beramiz. Shurda turgan xalagan holdingizni xarid etasiz, shkaf holdingni. Shurda turgan texnikalarimizni qo'shib beradigan bonuslarimizni birisini salaysiz, birisini qo'shib beramiz. Kaysiyalarimiz ham bir ko'rsak, shu kaysiyalarimiz ham ko'p talab bo'lib turibdi hozir. Kaysiyalarimiz ham zo'r skidkalar qo'yib qo'yibmiz. Bu buyursa holdinglarimiz ham aksiyaga tushgan ekan bu. Buyursa holdingiz o'zi 7,5 million bo'lgan ekan, hozirgi kunda 5 million 499 ming so'm, 1 million 830 ming so'm 3 oygacha bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Bu aksiyamiz 7-dekabrgacha amal etadi. Besi holdinglarimiz ham aksiyaga tushgan ekan. Bu ham 7,5 million bo'lgan ekan. 5 million 899 ming so'mga tushgan. 1 million 966 ming so'mdan 3 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Holdingni qarang, qoldig'ini 2 metrlik holdinglik. Usti holdinglik, morozinlik bo'ladi. 3 tortmali. Virus ham ichida ko'rsatdik, virus ham ko'p qiziqadi. Bahasi 5 million 499 ga tushgan. Yana 3 bo'lib to'laysiz, o'zining pulini, ustiga 1 so'm pul bo'lmaydi. 2 metrdan baland turgan holdinglarimiz ham aksiyaga tushdi. Bu 7,5 million so'm bo'lgan ekan, sotilib turgan shoxacha aksiyaga tushganda 5 million 999 ming so'mga tushgan. O'zining pulini 3 oyga bo'lib to'laysizlar. Ustiga 1 so'm pul to'laymiz. Yana 1 so'm pul to'lamay olib ketasiz. Holdinglik, morozinlik tortmalar 3 dona oladi. Zifir holdinglarimiz ham aksiyaga tushdi. 7,5 milliondan 5 million 599 ga tushgan. O'zining pulini 3 oyga bo'lib to'laysiz. Yana sirt sensorni oladi. Bo'yi 2 metrdan ziyod bo'ladi, sog'ishtirib uchun. Holdinglik, morozinlik bo'ladi. Kaysiyalarimiz ham bir ko'rsatdik. Eng zo'ridan boshlayamizmi? Eng zo'ri ko'p so'rab ko'p turgan kaysiyalarimiz biri Avalon kaysiyamiz bo'ladi. Bu 12lik bo'ladi, invertor bo'ladi. 6 million 800 ming so'm sotilgan ekan. Hozirgi kunda 5 million 499 ming so'mga tushgan. O'zining pulini 3 oyga 1 so'm to'laysiz, 1 million 833 ming so'mdan to'lasangiz bo'ladi. Zifli kaysiyalarimiz 18liklarimiz 7,5 million so'm bo'lgan ekan. Hozirgi kunda 5 million 999 ga tushgan. 1 million 999 ming so'mdan bo'lib 3 oyga foizsiz presensiz to'laysiz. Shu yoki kaysiyalarimiz ham aksiyaga tushgan. 5 million 599 ga tushgan. O'zining pulini 3 oyga bo'lib to'laysiz. Royson kaysiyalarimiz 12lik, kam to'xtamishida, qizirban biladi, sutban biladi. 4,5 million sotilgan ekan. Hozirgi kunda 3,5 ga tushgan. O'zining pulini 3 oyga bo'lib to'laysiz. 18lik artel kaysiyalarimiz ham 4 million 499 ga tushgan ekan. Avval 5 million 600 olgan ekan. Uni ham o'zini bo'lib to'laysiz. Hop, shu yoki kaysiyalarimiz 12lik shu yoki kaysiyamiz 4,5 million so'm ekan. Avvalgi bahasi hozirgi kunda 3,5 million so'mga tushgan. O'zining pulini 3 oyga bo'lib to'laysiz. 12lik shu yoki ham qizdiradi, ham suvtadi. 3,5 million so'mga tushgan, bo'lib to'laysiz. Artel 12lik kaysiyalarimiz ham aksiyaga tushgan. 3,5 million so'm bo'lgan hozirgi kunda o'zining pulini 1 million 166 ming so'mdan to'laysiz. Avval 4,5 sotilgan ekan. 7-dekabrgacha shu ko'rib turgan narxlarda skidka narxlari xarid etsangiz bo'ladi. Okslarimiz ham 3,5 millionga tushgan. 3 oyga shu narxda bo'lib to'laysiz. Imer kaysiyalarimiz ham aksiyaga tushgan. Buni ham bo'lib to'laysiz. Zifli kaysiyalarimiz ham 4,5 million 3,5 ga tushgan. Bu narxda bo'lib to'laysiz. Premier 10 yil motorna, o'zida 3 yil, yana 86 260 gacha ishlaydigan kaysiyalarimiz ham 3,5 ga tushgan. O'zining pulini bo'lib to'laysiz. Tsel ham qizdiradi, ham sutadi. Bu ham 3,5 ga tushgan. O'zining pulini 3 oyga bo'lib to'laysiz. Bu yerda bir gaz plitalar bilan kir mashinlarni ham ko'rsatib berik. Dukanimizning birinchi etajida gaz plit, birinchi etajida televizor, холодильник, kaysiyalarimiz bo'ladi. Podval qismida gaz plitalarimiz, pol avtomatlarimiz, avtomatik yuvish mashinlarimiz, morozinliklarimiz bor bu yerda.
Xo'p, gaz plitalarimiz ham aksiyaga tushgan. Gaz plitalarimizni qarang, eng zo'r narxlarda qo'yib beramiz. Gaz plitamiz ideal. Ideal brendiga tegishli gaz plitamiz. Duxovkalar ham bo'ladi. Bu narxni ko'rib ko'p odam ishonmasligi mumkin. Ustun 4 ko'z gaz oladi. Avval 2300 ming so'mdan sotilgan ekan, hozir kunda 1 800 ming so'mga tushgan. Yana o'zing pulni 600 ming so'mdan 3 oyga bo'lib to'laysiz. Elidan 1 so'm to'lamay. Ideal, yana bir boshqacha modeli bu. Ideal gaz plitalar bu. 2,5 million so'mdan bo'lgan ekan avvalgi bahosi. Hozir kunda 1 999 ming so'mdan tushgan aksiyaga 666 ming so'mdan 3 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Bo'lib to'lash uchun bir dona pasport bilan kelsangiz so'g'an, eldan 1 so'm to'lamaysiz. 3 oyga yana o'zining pulni, aksiyaga tushgan pulni bo'lib to'laysiz. Ferri gaz plitamiz bu. Ferri, biladi, ko'p odam Ferri ishlatib o'tiribdi. Sifatli gaz plitalardan biri. Bu ham 2,5 million so'm bo'lgan ekan. Eski narx hozir kunda 1 ming so'mga tushgan. O'zining pulini 666 ming so'mga 3 oyga bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Bu aytib turgan gaz plitalarimiz aksiyaga tushgan gaz plitalarimizni aynan shu narxda xarid etsangiz bo'ladi. Bir dona pasport bilan kelasiz. Muddat to'lov ham xarid etsangiz bo'ladi. Agar ustundan naqshtir saytdan bo'lsangiz, yana kelishatib bo'ladi. Premier gaz plitalarimiz ham bor bizda. Premier gaz plitalarimiz 2600 ming so'm bo'lgan. Jajgalkasi ham bo'ladi, spichkalar ham bo'ladi. Duxovkalari, usti ham yonadi buni. 100% keramik bo'ladi. 2600 ming so'mdan 2,99 ming so'mga tushgan. O'zining pulini 699 ming so'mdan 3 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Jajgalkali modellari. Avangard gaz plitalarimiz ham aksiyaga tushgan. Avangardimiz ham jajgalkali modeli bo'ladi. Duxovkalar ham usti yonadi. Usti ham 4 ko'zi gaz oladi. O'zi 2,5 million so'mdan sotib turgan ekan, aksiyaga 1,799 ming so'mga o'zi aksiyaga tushib turibdi. Yana o'zining pulini 3 oyga 599 ming so'mdan bo'lib to'lab turibsiz. Bundan imkoniyat faqat yo'llash texnika markazida bo'ladi. Ferri gaz plitalarimiz ham yana bir xil modeli 2300 ming so'm bo'lgan, 1,799 ming so'mga tushgan, o'zining pulini 3 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Artel, Shuaki, Vesta gaz plitalarimiz ham aksiya bo'lib turibdi. Artel, Shuaki. Xo'p, Shuaki modelimiz bor ekan bu yerda. Mana Shuaki 2,600 ming so'm, o'zining hozir aksiyaga tushganda 2,99 ming so'mga tushgan. 3 oyga o'zining pulini 699 ming so'm bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Shuaki modelini ko'p odam biladi, sifatli bo'ladi. 3 yil garantiya qo'yib beramiz bunga. Duxovkalari usti yonadi. 4 ko'zi gaz oladi. 3 yil garantiya qo'yib beramiz. 2,99 ming so'm 3 oyga bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Shuaki Artel gaz plitalarimiz ham aksiyaga tushirganmiz. Artel gaz plitamiz ham 2,600 ming so'm bo'lgan ekan. Hozir kunda 2,99 ming so'mga aksiyaga tushgan. O'zining pulini 3 oyga bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Artel. Ustidan ham ko'rsa duxovkalari. Vesta gaz plitalarimiz bor. Vesta gaz plitalarimiz ham aksiyaga tushganmiz. U Vestalarimiz zo'r tushdi bahasi. O'zi 2,5 million so'mdan sotilgan ekan shu vaqtgacha. 1,999 ming so'mga aksiyaga tushgan Vesta gaz plitamiz. O'zining pulini 3 oyga 666 ming so'mdan qo'shimcha penelarsiz, ustamalarsiz to'lasangiz bo'ladi. Bu ishlari keramik bo'ladi, duxovkasi. O'zini 3 yil garantiya qo'yib beramiz. Kir mashinlarimiz, pol avtomatlarimiz 1 million so'mdan 2 milliongacha bor. Bularda ham aksiyalar davom etib turibdi. 1+1 aksiyasi, bir avtomat olsangiz, bir pol avtomat olsangiz, birini qo'shib beramiz bulardan. Avtomat kir mashinlarimiz ham aksiyalarni bir chetdan qo'yib tashlaymiz. 6 kiloluq Artel kir mashinamiz kam to'xtam ishlaydi. Suv soda saylamaydi. Avvalgi eski narxi 3,600 ming so'm bo'lgan ekan. Hozir kunda 7-dekabrgacha 2,799 ming so'mdan 3 oyga o'zing pulni bo'lib to'lamaga asosan bo'ladi. 6 kiloluq bo'ladi. Ishlari nijoylik bo'ladi. 3 yil servis garantiyasi bo'ladi bulardan. 10 kiloluqlarimiz ham aksiya qo'yib berganmiz. 10 kiloluq email kir mashinlarimiz o'zi 7 million so'm bo'lgan ekan vaqtida. Hozir kunda 5,499 ming so'mga tushgan. Yine o'zining pulini 3 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. 1,833 ming so'mdan. Bu Monex kir mashinamiz 10 kiloluqlar ham shu pulga tushgan. Hop, yana qaysi kir mashinlarimiz tushgan? Shuaki kir mashinlarimiz ham aksiyaga tushgan. O'zi 8 kiloluq Shuaki kir mashinamiz 10 yil motorni o'zini 3 yil garantiya qo'yiladi. Parlar ham bo'ladi. 100% nijoylik bo'ladi, suv soda saylamaydi umuman. 8 kiloluq bo'ladi bu. 8 kiloluq. 4,8 million so'mdan sotilgan ekan, hozir kunda 3,899 ming so'mdan aksiyaga tushgan. Yana o'zining pulini 3 oyga bo'lib to'laysiz. 3 oyga qo'shimcha ustamalarsiz. Imer 6 kiloluq kir mashinlarimiz 3,600 sotilgan ekan, hozir kunda 2,799 ga tushgan. 930 ming so'mdan 3 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. 2,799 ga tushgan 6 kiloluq Imer kir mashinlarimiz.
ularni ham to'xtashingiz suvda saylamaydi. Eng asosiysi ko'p yerda aytadi, brend bo'lgan LG Samsunglarni uchun aksiya qo'ymaydi deydi. Shu LG kir mashinamiz ham aksiya qo'yib beramiz. 7 kiloluq LG kir mashinamiz originali bo'ladi. 10 yil motorga garantiya qo'yiladi, telefon bilan boshqarsa bo'ladi. Inverter, to'q saylamaydi. 100% nijek bo'ladi. 7 kiloluq bo'ladi. Mana bemalol klassini ham ko'rsatsa bo'ladi. Modellarni ham tushirish o'yda, modellarni ham ko'rsa bo'ladi. Narxini LG'larni ham sindirib beramiz. 5 million so'mdan sotilgan ekan LG kir mashinamizdan 7 kiloligi 4 million 300 ming so'mga aksiyaga tushgan yana. Yana o'z 4 million 300 ming so'mga aksiyaga tushgan. Buni ham 3 oyga bo'lib to'laysiz 1 million 433 ming so'mdan tushadi bu sizga. LG kir mashinamiz 7 kiloligi bemalol liboy bilan bahasini solishtirib kelishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Premier kir mashinamiz 6 kiloligi 3 million 600 ming so'm bo'lgan. 2799 ming so'mdan aksiyaga tushgan. 3 oyga 933 ming so'mdan o'zing pulni bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Zifir kir mashinlarimiz ham aksiyaga tushgan. Zifir 8 kiloligi parovoyi motorga 10 yil garantiya qo'yiladi. O'ziga 3 yil garantiya qo'yiladi. 4 million 200 ming so'm sotilgan ekan shu oygacha. Hozirgi kunda 3 million 199 ming so'mga tushgan. Yana o'zing pulni aksiyaga tushgan bahosini 3 oyga bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Rosso kir mashinlarimiz ham aksiyaga tushgan. 3 million 600 ming so'm bo'lgan ekan. Hozirgi kunda 2 million 799 ga tushgan. O'zing pulni 3 oyga bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Qolgan kir mashinlarimiz Beko bilan Zifir 6 kiloluklar aksiyaga tushibdi. Beko kir mashinamiz kam to'xtashida, parlar ham bo'ladi, inverter bo'ladi, suv saylamaydi. 3 million 600 ming so'm bo'lgan. Avvalgi sotilib turgan bahasi hozir 7-dekabrgacha 2799 ga aksiyaga tushirganmiz. O'zining pulini 3 oyga bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Zifir 6 kiloluk kir mashinamiz ham 3 million 600 ming so'm bo'lgan. Hozirgi kunda aksiyada 2799 ming so'mga tushgan. O'zining pulini 3 oyga 933 ming so'mdan bo'lib to'laysiz. 50 dan 1 so'm to'laysiz, 3 oyga to'laysiz. Yo'ldosh texnika markazina bir dona pasport bilan kelib 3 oyga muddat to'lovga foizsiz asos bo'ladi. Aksiyaga turgan texnikalarimizni. Mototsikllarimiz ham xuddi shunday bir dona pasport bilan kelib xarid etsangiz bo'ladi. Bizlarda hech narsa xarid etmay ham YouTube kanalimizga obuna bo'lsangiz, xudo xolasa 5 dona o'rin qo'yib qo'yibmiz. Birini g'olibi siz bo'lishingiz mumkin. Shu videolarimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Hammasizni 7-dekabrgacha aksiyadagi turgan texnikalarimizni olib qolishingizni, foydalanib qolishingizni tavsiya etamiz.